Men ismim Diyorbek Hayitov va men Polshada talabaman. Mening universitetim University of Warsaw, ya'ni Varshava universiteti talabasiman. Va bu universitet Yevropada top 100 ga kirgan universitet, 96-o'rinda turadi. Polshada 1-o'rinda turadigan universitet. Men bu videoni olishdan maqsad faqatgina bu informatsiyani, bu ma'lumotni berish emas, balkim sizga foydali bo'lishi uchun olman. Chunki men Polshaga hech qanaqa agentство yoki konsalting bilan ishlab kelmaganman. Hamma hujjatlarimni, hamma dokumentlarimni o'zim qilganman, o'zim kelganman. Meni YouTube'da qo'yadigan videolarimga juda ham ko'pchiliklar kommentariy yozyapti. Qanaqa qilib siz agentство bilan ishlamasdan, konsalting bilan ishlamasdan o'zingiz dokument qildingiz? Nima dokumentlar kerak bo'ladi? Nima dokumentlar, qanaqa hujjatlarni taxlash kerak? Xullas shunga o'xshaydigan savollarni menga kommentariyada yozishyapti. Telegramdan ham ko'pchilik yozishyapti. Ularga men javob berib o'tirishga to'g'risi vaqti vaqtim yo'q. O'shaning uchun alohida video qilishga qaror qildim. Agar siz ham 2026-yilda, men kuzda уже kelyapti, kuzda talaba bo'lishni xohlasangiz, mana shu videoni tagiga 2026-yil deb yozing. Men sizga o'sha qanaqa dokumentlar yig'ish kerak, hammasini ro'yxati bor menda. O'shani sizga direktdan tashlab yuboraman.